Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, hurmatli obunachilar. Mana bugun navbatdagi chiroyli darvozamizni Toshkent viloyati To'ytepa tumaniga olib kelib o'rnatdik. 1,5-2 qavatli darvozamiz juda chiroyli holda olib kelib o'rnatildi. Bu darvozamiz eniga 4,5 metr, bo'yiga 3,5 metr razmerga o'rnadi. 1 kvadrat metri 980 ming so'mdan olib kelib o'rnatildi. O'sha summasi 15,5 million so'mga o'rnatildi. Bu darvozamiz haqida, materiallari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak, eniga 4,5, bo'yiga 3,5 bo'lgan darvozamiz. Profillar, stoykalari 10 gon, uchlik stenada bo'ldi. Qalilligi 10 gon stoykalari. Taglari 10 ga 5 shviller bo'ldi taglari. Profillari 6 ga 4, 1,5 lik stenada. Listlari 2lik list. 2lik list ustiga 1 lik bundaqa yer yong'oq list bosildi. O'rtaga steklovatalar bosilib shumka bo'ldi. Juda chiroyli holda o'rnadi darvozamiz. Darvozamiz orqa holatlarini ko'rsatib o'tsak, darvozamiz orqa holatlari plotniy bo'lib, orqalari tekis, juda chiroyli holda o'rnadi darvozamiz. Zatorlar, o'sha center zator, bilan o'rnatilgan. Zamok. Super zamok. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Doim kuzatib boringlar, hamda kanalimizda yangi bo'lsalaring, obuna bo'lib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldirishlaringiz mumkin. Obuna bo'lib, like tugmachasini bosib, videomiz keng tarqalishiga hissa qo'shasizlar degan umiddamiz. Doim kuzatib boringlar. Keyingi videolarimizda ham o'rnatish, kraska sepish jarayonlarini qo'yib borishga harakat qilamiz. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.